Nima qilib o'tiribsan? Ishga ketishga tayyorgarlik ko'ryapman. Qanaqa ish? Oddiy ish. Salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa ishga borasan? Oddiy ishga. Ishni nima qilasan sen? Ishlab karyera qilishim kerak. Qanaqa karyera? Nima yetyapti senga? Oddiy karyera. Ya hamma o'zbek to'g'rilariga o'xshab yurib o'tirsang bo'lmaydimi? Sizga tegib nima ko'rdim? Yig'ishtirib chiqara karyera yo'q. Bilmayman. Men ishga borishim kerak. Oradan yillar o'tdi, onadan darak yo'q. Ota esa aroqni do'st bildi, bola esa mehrsiz o'sdi. Diyorbek, qalaysan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Sen aslida yomon bola emasding-ku. Men bilan ishingiz bo'lmasmi, ustoz? Hayotingni barbod qilyapsan. Yoshing ham 30 ga qarab ketmoqda. Agar yaxshi bo'lganimda, onam men uchun sinovlarga chidagan bo'lardi. Nima bo'ldi? Baribir tashlab ketdi. Otam bo'lsa ichkilikka berilgan. Yetimman. Undan ko'ra menga pul bering, otamga dori borishim kerak. Alo. Yaxshimisan? Qalaysan? Chotki. Nima gap? Men spirt topdim. Sen suv top. Muzikni pul qatdan topding? Alijahon ustozni oldim. Gap yo'q gap. Sen Diyormansan, Diyorbekdan bugun topasan. Muzik. Bilasan-ku. O'zimiz joyda ko'rishamiz. Tamam, hozir boraman. Dunyo seni aldaganda, sen uni to'g'ri haqiqat deb o'ylasang, eng katta xatoing shu. O'rtog'ini ahvolini ko'rib, o'zgartirmoqchi bo'ladi. Qilgan ishlarini ko'rsatib, yoniga ishga olmoqchi bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Angrendagi yangi xususiy maktabimiz qalay darajada hozir? Yaxshi, hammasi joyida, ko'p ketyapti ishlarim. Sentyabrdan ochishimiz kerak, hamma hududlarni tayyorlab qo'yinglar, men ertaga boraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'pti, xo'p, charchamanglar. Xo'p. O'rtoq, Diyorbek, qalaysan? Qalaysan? Sen yana eshitdingmi, ha? Qo'ygan ishlayman, O'tgan ochmagan. safar gaplashgandik-ku sen bilan, Sen meni otammisan qilinglar qilasan. Men qara. Otangni ham hurmat qilmaysan. Sen otangni ham hurmat qilmaysan-ku. Qasqa seni qara. Men qara. Bu yerni bilasan? Murotovdagi Nurli kelajak o'quv markazi. Sen shu yerga qora o'qishga olmoqchiman. Eplay olasanmi? Sen bilan hozir gaplashib bo'lmaydi. Men qara, ertaga saytdagi o'quv markazini ko'rishamiz, tushundingmi? Tushundingmi? Hozir olib ketaymi? Yur. Sen o'zing olib ketmasan. Eng yaxshi inson boshqalarga foydasi tegadigan insondir. Ya, keldingmi, Diyorbek? Yaxshimisan? Choqlayni so'rashib, bugun ishmagansan-ku. Buncha 1 soat deganda kelding, Kechagi kuni esingdami? Endi erkakchilikda bo'lib turadi-da. Ha, olasan. Hamma narsani shu narsa tengqaplashga olasan. Qara, saytda o'quv markazimizni kengaytirmoqchiman. Buni yana gaplashamiz. Hozir kech kelding. Tezroq saytga borak. Men senga qilinayotgan ishlarni ko'rsataman-da, keyin o'zingga loyiq bironta ish topamiz, maylimi? Naq yurmaganday. Qalay, tanishlikmi, zo'rmikan? Bu maktab emas bu. Biz sen hozir maktabimizga boramiz, o'quv markazi, yur ket. Endi qalay, Diyorbek? Ancha katta ishlar qilmagan ekanlar. Ke bu ish narsa emas. Hozir Angrenga boramiz. O'sha yerda qilinadigan ishlarni ko'rasan, o'zing guvoh bo'lasan. Yur. Sen prosta sal o'zingga borishing kerak-da. Ana. Do'stim, mana shu yerda Nurli kelajak filialini ochamiz. Piskentdagi xususiy maktabimizni Angrenda filialini ochamiz. Senga ko'rsatishga olib keldim. Agar qo'shilsang, sekin-sekin ishlarni o'rgataman-da. Pravang bor. Bo'lsa, boshlanishiga men oldimda yurishing uchun taksi qilib yurasan, meni olib yurasan. Bo'sh vaqtlaringda ko'chada kira qilasan. Qani uchaylik? Ikki oyda bitiraman. 2 oyda bitiraman. Sentyabrdan boshlaymiz ishlarni. Bu juda ichkari emasmi? Nega ichkarida? Mana hokimiyat binosini ko'rding-ku boya. O'shandan bitta oldin svetofordan kirib ketasan, 20-maktabni ro'parasi, naryoqda 8-maktab bor. Sentr joy betlar. Bo'ldi.
yana anaqa qiladigan bo'lsa, mana shundan to'g'ri chiqib ketsang, где-то bir 500-600 metrdan keyin universitet bor. Haqiqat ko'rmaydigan ko'z ko'r emas, balki qalb yopilgan ko'zdir. Uyga ham kelib qoldik. Ya. Diyorbek. Ay. Mast holatda uyiga borgan Diyorbek mast holatda vafot etgan dadasini oldida o'tirib uxlab qoldi. Dada, Qahramonimiz mast bo'lib, otasini umriga zolim bo'ldim deb o'ylab, nodonlikka qo'l urdi. Eng katta jaholat inson o'zini bilmasligidir. O'zini bilmagan Allohni ham to'g'ri anglamaydi. Odamlar uxlaydi, o'lgach uyg'onadi. Nega shoshding do'stim? Baribir barchamizning manzilimiz shu yer edi-ku. Ammo bu yerga qachon kelishimiz emas, qanday kelishimiz muhim edi. Sen esa bir lahzalik nodonlik bilan o'z hayotingni ayırding. Ey odam bolasi, bir kuning ketsa, bir bo'laging ketadi. Qabrga insonlar yolg'iz kiradi. Sen bilan faqat amaling birga boradi. O'zingni hisob-kitob qilgin. Hisobga tortilishingdan oldin.